da nemişqa bu yemeklik sanoatida maadashni mushu cho'shqiningki yan mahsulotlarining ko'p ishlatilganligini tushuntirib o'taman. Bu videoni baldur servatmam chunki sizning yeyotgan kunlik turmushingiz yeyotgan ko'p narsalarda mushu adash bor. Hamda buniki sababini men qisqacha aytganda chunki buningdan ishlab chiqargan ham moddalar azam. Nemish bunda deymiz. Hamda buningki nimalarni ishlatamiz? Buningki terisini, so'nkidan, buningki tukidan, ichki organlardan, buning uchidan, hamma narsadan to'liq foydalanadi. Hamda nemish azam. Hamda bu tarixni aytsak, bu hammadan ko'chman chorvacha emas. Bu baldur o'ltiraqlashgan shaharlarda bunda hayvonni boqadigan, bunda keng ketgan dal bo'lmaganlik uchun, o'zining o'ylisini boqqanlik uchun, hamda bu cho'shqa unda cho'ng yer talab qilmaydi. Intayin kichik yerda bir necha cho'shqani boqadi. Bu cho'shqa yilda 2 dan 3 qatimgacha qo'saqqa turib cho'shqalaydi-ki, har qatimda 6 dan 12 gacha cho'shqa tug'ildi ekanda. Buning tug'ilishi ko'p, buning cho'ngishi tez. Bu qanchalik cho'nglaydi ekan, sanlar bu 150 kilodan 300 kiloga tug'ildi ekan normal cho'shqalar. Ba'zi sortlar bo'lsa 450 kilogacha bo'ldi ekan. Endi bu har yili, masalan, oldingi yili butun dunyoda 1,5 milliard cho'shqa so'yilibdi. Endi bu 1,5 milliard cho'shqa so'yildi degan gap, buningki ishlatilmaydigan go'shidan boshqa yerlarni bartaraf qilish kerak. Buni qanday bartaraf qildi? Birinchisi, buning terisi bilan so'nkidan kollagen, jelatin ishlab chiqardi. Bu kollagendan jelatin ishlab chiqardi. Bu jelatin nimalarga ishlatadi desanglar, hamma yumshoq yemeklik deb o'ylasanglar bo'ladi. Shu yemeklikka shu lig'irlaydigan yumshoqlik berdi. Shu eg'izdagi yumshoq hissini oshirdi. Shunga masalan bular nimalar ishlatadi desanglar, o'sha yumshoq kampitlar, masalan, meva qiyamlari, andan keyin qitiq, marojniy, hamma narsaga bu yumshoq qilish uchun bu adashdan shu terisidan so'nkidan ishlab chiqargan jelatin ishlatiladi. Hamda ikkinchisi nima desanglar, buningki monodiglycerid asid deb bir narsa bor. Bu shu yog' asidi. Bu bundan chiqadi. Uning nima roli bor? U nimalarga ishlatiladi? U butun shu yemeklikda suv bilan may birda bo'lgan yemekliklarda bor. Bu ko'p qism yemekliklarda shundan, yemeklikning ichida suv bilan may bor. Masalan, qitiq. Ustiga yozilgan meva yoki uningga ba'zi o'simlik maylar qo'shiladi. Hamda uningda suv bor. Hamda bu ikkisini suv bilan may aralashmaydi. Aralashmay qo'yib qo'ysanglar, masalan, cho'qi bilan ilashtirib olsanglarmi, bu birdan vaqtdan keyin may ustida suv ostida qolib qoldi. Endi bu monodiglycerid asid degan nimaga yaraydi desanglar, bu ilashmaydigan suv bilan mayni birga ilashtirib, birga tutib turdi. Endi buning yana bir roli nima desanglar, bu birga bo'lgan mush may bilan suvni ayrilib ketishini olinadi. Endi bu ikki rol ikki xil, chunki masalan, qitiqlarni o'yitgan qitiqlarni bir qo'shib olsanglar, ertasi qarsanglar, o'yuvaga yerlarga suv yig'ilib qoldi. Shu qitiqning ichidagi suv, shu qitiqning shakli o'zgarib ketgandan keyin bu suvni qo'yib etadi. Endi bu monodiglycerid asid qo'shgandan keyin nima bo'ldi desanglar, bu suv ayrilib ketmaydi. Shunga bu qitiqlarga, marojinlarga, har xil shu yemekliklarga qo'shiladi. Endi buning yana bir narsasi nima desanglar, men oldingi videolarimda so'ylab o'tgan mush tuklardan nima yasaydi? Tuklardan har xil cho'tka yasaydi. Yemeklik cho'tkasi, sir cho'tkasi, karim cho'tkalari. Yanada keyin men yana bir videolarimda so'ylab o'tgan mush tukidan listin deydigan mush ximir mahsulotlarga, bolkalarga, yumshoq bolkalarga, hamma uning bolkalarga ishlatilgan, buning yug'urish vaqtini azaytiradigan bu ximir mahsulotlarining mush shaklini mush yaxshilaydigan mahsulot listin ishlab chiqardi. Endi buning organlaridan-chi, buning organlaridan har xil enzim ishlab chiqardi. Normalda kalaninkidan o'xshamaydigan hayvonlarningki uchidan organlaridan olib chiqadigan enzimni, cho'shqaninkidan olib chiqib, buni masalan pishloq ichitishga ishlatildi. Endi buning nemisi qilib qoldi? Uchi. Endi buni uchi mush qiyizlarni yasashga ishlatildi. Endi bu deganimizdek eng jiq so'rilgan hayvon bo'lgandan keyin buning
uchi mush kalnikidek qilin bo'lmasmi, lekin bu elastiklik yuqori. Bu oson yitilib ketmaydi pishaganda. Endi bu atninki uchini qadamda ishlatmaydi jihada, chunki at onda hamiyada yilmaydi. Mush o'tirasiyadla mush at go'shi yildi. Endi buning qiyisini shu atninki uchidan yasaydi yoki kalning uchaylarini shiltib qildi. Endi o'xshamaydigan cho'sh shiltib chunki bu azam. Endi mana shunda buning hamiyada ishlatdi. Shu tukidan tortib terisidan ichki organlargacha, uchigacha hamnasatdiq. Endi buning qat'iy ishlatilmaydigan yerini hayvon yemlariga yoki o'g'it qishlatildi. Yaxshi misol do'stlar, men bugungi videomda